Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Javlon do'stimiz yo'lga chiqyapti Peterdan O'zbekistonga. Javlon, xudo xolasa 70-80 kunlik safar bo'ladi-da bu. 4000 kilometr. Assalomu alaykum hammaga. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xolasa inshaalloh. Sankt-Peterburgdan O'zbekistongacha birlikda sayohat qilib ketamiz. Instagramga obuna bo'lib kuzatib tursalaring, Instagramga videolarimni qo'yaman. Instagram silkam tagida Telegram silka bor. Telegram kanalimga obuna bo'lsalaring ham bo'ladi. Telegram kanaliga ham videolar qo'yiladi. Oldindan kattadan rahmat. Sizlarga duoda bo'lib turinglar. Bu yigitimiz Sirdaryo viloyati Sardoba tumanida 4-savxoz O'zbekiston olg'a. 4-savxoz degan joydan bu. Safarga tayyorgarligi